Onajonim. Assalomu alaykum. Onajon. Yaxshi o'tiribsiz onajonim? Go'zal onajonim, chiroyli onajonim. Shukrdik. Bugun ko'rishmodik, mana yetib keldim onajon. Bu gullarni o'zingiz podarka qilib har kun jo'natib turasizmi? Har kun shunaqa gul keladi onajon. Har kun keladi. Ha onajon? Xonalarda ham bor bunaqa gullar. Dunyoni gullarini onajonimga bermasam kimga beraman? Ha onajon? Haligi 3-maktabdagi ukamiz ham nimaga erishdingiz, qanday erishdingiz degan nimasiga shu onajonimning duolari, onajonimning, otamning bizga halol mehnatlari, xizmatlari deb eng to'g'risi ham shu bo'lsa kerakdi. Men o'zim o'qildim, biqvordim, o'zimning kuchim bilan yo'q. Men o'ylayman, otamning halol kasb bilan bizni boqqanlari, shunaqangi sodda onajonim bizni duo qilganlari deb o'ylayman. Mana sizlar ko'rib turgan joyda onajonim bilan birga namoz o'qirdik. Endi onajonim faqat yotib turadi. Ana shu yerda onajonim bilan birga duo qilib, Qur'on o'qib o'tiramiz deb niyat qilgandik. Mayli, Alloh shifo bersa, sog'ayib ketib. Inshaalloh. Mana shu yangi ochilganda birga mana shu yerda namoz o'qib, biz bilan nima qilib o'tirardilar. Yildan yilga shu xotirlari yo'qolib, namoz ham o'qiy olmasdan. Sog' omon bo'lib yurganlar o'zi bizga katta foyda.